Onda dersini başlayalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'du. Hürmetli sadaqdaşlar, biz bugün lemhat fi ulumul Kur'an ve ticahat tefsir degan kitabımızdaki ikkinchi dersiga keldik. Dersni başlashdan ilgari hammalarning tutgan ro'zasiningki qabul qilinishini va bu kuninglarningki barakatli o'tishini Alloh subhanahu va taolodan tilaymiz. Oldingi qatimliq darsimizda biz muqaddimada ketayotgan, ya'ni kitobning avtorining ustozi Shayx Tantaviyningki izbaga muqaddimasi haqida ketayotgan. Muqaddimasi Suyutiningki itqon kitobi haqida so'zlayotgan. Darsimizning oxirisida shu yerda to'xtaganki, Suyutiningki kitobi ulumul Qur'on sohasidagi marja' kitob. Ammo Suyutining davridagi kitob yozilish qonuniyati yoki kitob yozish uslubi bo'yicha qalayma yozilgan demakchi. Ya'ni bir xil deymiz, bir ombaga o'xshatgan hisobda. Ombaga o'xshatgan. Hamma narsa qo'yiladigan, uning qaysi ratga tiziladi, qaysi turga tava ayrilmagan demakchi. Va bu keldik shu yerga vatilka kanat sunnatut ta'lif ala ahdi Suyuti degan o'ringa kelgan. Ya'ni ashunda qalaymaqan yoki bunda ratlanmagan bugungi ilmiy talab bablarga arish, fasllarga arish, mabahaslarga arish, matlablarga arish bo'lsa, u kun ustida unda emasdi. Ya'ni ashu tilka kanat sunnatut ta'lif ala ahdi Suyuti. Suyutining davridagi kitob yozilish yo'llari, kitob yozilish shu vaqtdagi odatlangan odatlar edi. Ya'ni faqat shu vaqtdagi tafsilotni bizga bildirsa kerak. Bilimlar, demak, xulosaga kelsak demakchi. Bilimlar har qanday narsa kichik holatda boshlanganidek boshlandi. Boshlanadi. Masalalarga qo'shiladi. Demak, cho'g'in masalan ulumul Qur'on tunji qatimlanma bugungi ko'z oldimizdagi kitobda unda büyük bir şekilde bir ilim bulab şekillenmeklik. Bir mesele, iki mesele, mesela nehvininki yazılış tarixini belki aranglarda o'qiganlar tunji qilib mubtada xabar degandek, fi'li ta'ajjub degandek bir necha masalani o'tirg'a qo'yadi. Bunu qo'yadi. Ondan keyin yana bir fa'il maf'ulun bih mashta ayrılıb oxirida to'planib bir panel emasmi? Ulumul Qur'onmi shuningga o'xshash deydi. Masalaga qo'shildigini, masalan, birisi Qur'oni Karimningki to'planish ahvolini bahs qiladi. Birisi Qur'oni Karimningki rasmul mushaf deb buni bahs qiladi. Birisi yana bir narsani bahs qiladi. Ashta qilib u bahsi, u masala to'planib oxirisida bir nim bo'ladi. Kitob bir fan oxirisida mashta bo'lgan gap. Xuddi kasavaqi bir eqinga o'xshaydi. Bu eqin buloqlardan keladi. Ta'ti minal yanabi' buloqlardan keladi. Thumma takun jadwalan. Ondan keyin eriq bo'ladi. Jadval o'stangdan kichik, eqindan cho'ng. Ya'ni eriq deymiz bu Uyg'ur tilida. Ondan keyin bu eriqlar o'stang bo'ladi. Ondan keyin o'stangning suvi cho'ng bir ko'lchakka to'planadi. Bu shaklga o'xshash deydi. Birisi ulumul Qur'onning bir tarafini tadqiq qiladi, bahs qiladi. Yana birisi bir tarafini bahs qilib, tadqiqot qiladi. Aning tadqiqoti, aning qo'shilib, to'planib, ra'linib, oxirisida cho'ng bir ko'lga aylanadi. Ya'ni cho'ng ko'lga aylanadi degani bir fan, bir ilm qana bo'ladi, shakllanadi. Ta'allafat min hadhihi masail, bu masalalardan fasllar shakllandi. Fasllardan kitob shakllandi. Agar biz ulumul Qur'onningki tarix haqida so'zlayotgan emasmi, madam bizga tushuntirib turyapti. Agar biz matematikchilarningki qilgandek bir
nima qilsak misol keltirsak, law sana'na sani'ar riyodiyin degani matematikchilarninki qilgandek bir munda bir misol bilan tushundirsak bu ahvolni fasawwarna zalik bi xattin bayani biz shu yuqorqi ilmning shakllanish ahvolini bunda bayon siziqi bilan tasavvur qilsak biz uning o'rlab hattoki 4-5 asrga borgan vaqtida eng cho'qqisiga yetganligini ko'rib oldik. Endi demakchi o'g'ini bunda bir narsada o'rlaydi go. Bir narsaning statistikasini belgilasa o'rlab 4-5 asrda to'g'ri mush demning gipichu ulumul Qur'on va boshqa palla 4-5 asrda eng yuksak g'oyaga yetgan, eng cho'qqisiga yetgan. Summa masha mustaqiman. Ondan keyin töz mangan degani la yartafi va la yanxafid. Ya'ni o'rilmasdan, tushmasdan bir xil mangan. Summa bada'an nuzul vel inxifad. Ondan keyin tushishga va tuvallashga boshlagan. İnsan oldu bo'lsin dunyoning qonuniyati bu. Bir davlatmi shunda, bir ilm fanmi shunda va har qanday narsa shunda o'rlaydi, taraqqiy qilib eng cho'qiga yetgan vaqtda bir mezgil, bir mahal shu cho'qida ya o'rilmay, ya tushmay davomlashadi. Ondan keyin qanaqa qilib tushishga boshlaydi. Shunda olib dünya aşta özgürlük durdu. Bu penmu şuna okşagan demekçi. ولكن الله قيد لهذه العلوم قبل أن تبدأ بالانحطاط. Lekin Allah subhanahu wa ta'ala bu pellerge şüşke başlaştın ilgiri şu pellerninki tarqaq mezmunlarını toplaydıgan, meselelerini keng kölemli kitaplarga yığıdıgan kişilerini çıkarıp bergen. Lekin Allah qayyada degan gap chiqarib berdi, mushunga belgilab berdi, urunlashtirdi degan ma'noda. Mushu palla uchun shu palla tushishga boshlanishdan ilgari qabla an tabda bil inhitat tushishga boshlanishdan ilgari may yajma'u mutafarriqaha bu pallaning tarqaq mazmunlarini toplaydigan va yahshud masailaha onun meselelerini yığıdığan nege fi kutubin şamile keng kölemlik bir çoğun kitaplarga yığıdığan kişilerini belgilep çıkarıp bergen. Yani demekçi oğunu biz bu pelle pestlep ketdi dedi ya, pestlep ketişinin aldıdılar. Bu pelle hemmisi yazılıp, hatırlanıp, kitap kılınıp, saklanıp boğan demekçi. Fekâne asru ma yusamma bidavari'il ma'arif. Yani şu qaddacaqda boğan dese aşu davairul ma'arif deb atıladigan bir asrda bo'lgan. Davairul ma'arif degan ma bugun kunimizdagi qomus degandek gap savoqdoshlar. Ma bugun kunda qomusdan o'tdik-ku, ensiklopediya deymiz-ku. Ash butun ma'lumotlar saqlanadigan ya'ni shu ensiklopediyani o'z vaqtida davairul ma'arif deb ataydigan gap. Shunga o'xshagan masala yoki mu'lamat. Shu vaqtdagi ismi ya davairul ma'arif yoki mu'lamat. Ana men deyman deydi Ma'riqatan Tavi. Muşu dairatul ma'arifga nisbatan, yani ensiklopediya deb inglizcha yozib qo'yapti. Ensiklopediyaga nisbatan mu'lam deyish mu'jam o'lchami bilan. Men buni mu'lama degan gapni yaxshi ko'raman deydi. Bu bizga nisbatan bek muhim gap emas. Muhim gap nerede ketyapti savoqdoshlar? Ulumul Qur'onninki rasmiy marja kitoblaridan Siyutininki itqon to'g'riliq gap qilgan emasmi? Yine şu gapimizga qaytamiz. Fakana minha şu kitoblarning qatoridan الإتقان في علوم القرآن والمظهر في علوم اللغة نهاية الأرب صبح الأعشى وشنو أخشاش kitaplar büyük kitaplar yuhtaru minha bu kitaplardan tanlab elinidu hemmesi elinmaydı degine yani bu kitaplar gerçi bu sahadaki manba olsun mu merce olsun mu şu tanlab alsak buludu hemmesine alamayız çünkü işide tahqiqlanmagan mazmunlar var demekçi. Tantavi bunu nimaga o'xshadi desanglar bir kiyim-kechak do'koniga o'xshadi. Kama'rad lis-siyab. Kiyim-kechak ko'rgazmasiga o'xshaydi-ki. Bu ko'rgazmada arabcha kiyimlar va azya degan gap kiyim degan gap. Arabcha kiyimlar va Yevropa liqlarning kiyimlari va afranjiya degan gap Fransiyada kursli lug'atni qarasanglar. Hazır hem de arıvattı mesela Fransa, Angliya, bu Avrupa degandek, Avrupa'nın şu Avrupa'daydı. Ama öz vaqtida Efrenciye dese, asasen Fransızlarını başta maksat kılıp
bütün Yevropalıqlarni o'ziga oladigan bir so'z shaklida qo'llanilgan. Xuddaliki bizning Uyg'ur tilida paranglar deb qo'ydi burunqi kitoblarimizda, tarixiy kitoblarimizda. Yevropa shunga o'xshash gap endi. Paranglar degan gapni shu Afranjiyadan chiqqan talaffuzga qarasanglarmi shu paranglar deb qo'ydi. Paranjiya deganga yaqin so'z shu shaklda. Bir kiyim-kechak ko'rgazma xonasiga o'xshaydi-ki, buningda arabcha kiyimlar va Yevropalikning kiyimlari va yezining kiyimlari va malabisul badru degan gap yezilikning kiyimlari va hadar shaharning kiyimlari va erlarning kiyimlari va ayollarning mushunda bir kiyim do'koniga o'xshaydi. A kitoblar demakchi. O kitoblarni boshdan oxir ilibdan yozib o'qiyman desangiz, saranglan bo'lib ketasiz demakchi. To'g'rimi shu demning gapichi? Faqat bizning ulumul Qur'on sohasidagi manbayimiz, marjaimiz bir mazmunga taqishib qolsak, borimiz, bir ma'lumotga ehtiyoj bo'lib qolsak, borimiz, ammo hammani ololmaymiz. Abdurrahman qaranglar ma yadalaqi davatudu. Fi hadhihi al-kutub bu kitoblarda bir fikr va naqiduhu, uning ziddi va. Endi demak o'xshamagan bir-biriga zid ikki fikr elniqliq demak. Hammani olaman desang, mashta zidliklar yuz beradi. Bu kitoblarning yozuvchilarining g'imi to'plash. Ma'lumot to'plasam bo'ladi. Qandaqdir tahqiqlab, qaysi nima buni tahqiqlash, ayirish, turga olish bunda emas. Lat tahqiq va tamyiz va tasnif bu emas. واستمرت الحال كذلك ish ahvol shu shaklda davom qildi. Hattoki usurul inhitot chekinish asri deb ataydigan davrni tugudi deydi. Maliqi o'zimning bilganimcha bir narsani deb qo'yay saboqdoshlar. Hamma palla, shar'iy palla olsun, har qanday palla birinchi asr, ikkinchi asr, uchinchi asr, 3-4 asrda o'rlashga qaratlangan. Taraqqiy qilgan, yuksalgan. An 4-5 asr bu haliqi turkchada duraklama deb qo'ydi, tuz. Mana tuzsiz sanlar bo'ladi. Ya'ni taraqqiy qilmagan, keyniga chekinibmi ketmagan. Tuz o'zining holatini saqlagan bir asr bo'lgan. 6-7 asr, 2 asr atrofida qattiq chekingan asr. Ya'ni bu bilimlar, palla shunda o'rilib 4-5 asrgacha, 6-asrgacha tuz holatini saqlab, 7 asrda keyniga chekingan. Hatto o qadar chekingan davrida ulamolar Qur'onni tafsir qilsa bo'lmaydi degan bir gaplar bizning yurtimizda bordi. Shuningga o'xshagan fatvoning ishki taqaldi, masalan, ijtihodning ishki taqaldi deganga o'xshash ba'zi bir ahvollar hatto shu darajaga borgan. An 7-asrdan keyin mushu Imom Suyuti Ibn Taymiya mushuning davrlaridan keyin yana bir nimalar yuz bergan, ya'ni gullanish, qaytadan taraqqiy qilish ahvollari yuz bergan. Shu ahvolni demakchi. Va bada asrun nahdatul jadida, yangi gullanish davri boshlandi. Biz Shamda dedi, Farayna fi Sham, Shamda nurg'un kitoblarni yozganlarni ko'rdik. Farayna fi Sham may yu'alliful kutubul kathir. Nurg'un kitoblarni yozganlarni ko'rdik, lekin itqon Muzharning uslubi bilan yozdi. Masalan, bizning shayxlarimizning Shayx Jamoliddin Qosimi. Jamoliddin Qosimi degan amdiki adam, bir 2 asr oldidagi adam. Tafsir Qosimiyda bir tafsiri bor. Nayt isil tafsir. Madem shu odamning gapini qilmoqchiki, mush odammi yangi adam. Ma gullanish davridagi adam keyinki, ammo mush odamning yozgan kitobimi burungi uslub bo'yicha qanday qilgan yozgan da'vatidir. وَمَنْ قَرَأَ كِتَابَهُ kimki mush Jamoliddin Qosimining kitobini, ya'ni Qavoid-i Tahdis, masalan, mush kitobini o'qib baqsa, yoki bu odamning tafsirining muqaddimasiga qaytsa, nadir mazmunlarini qayd qilgan, tarqoq mazmunlarini to'plagan, nadir naqllarni oz topib deydi. Lekin bu tarqoq mazmunlarning o'tirisini bir yerga ekanmaydi. Kuchliklarini tanlamaydi. Arjahmi kuchlik, aqvami kuchlik tanlamaydi. Yani xuddi asrahu bu adamning davri
Suyutining davrining davomidek, imtidod degani davomidek. Bu adamning uslubi kitob yozishda, uslubuhu fit tasnif, kitob yozishdagi uslubi Suyutiningki uslubining davomlashishidek. Nima etdi u biz bayatdan haliqi Suyutining davridagi kitob yozish uslubi mashta uslub dedik-ku, ash uslub nima etdi desa, faqat ma'lumotlarni bir kitobga to'plash. Xuddi sodiga, ambaga ko'p miqdorda, akbaru qadrin degani ko'p miqdorda mal to'plagandek. Kama yajma'u tajir fil mustawda, xuddi sodiga, ambaga ko'p miqdorda mal to'plagandek. Sal'a deganmi mal, badoi deganmi nima? Mal, ikkilisi mal. Shunga birlab mal deb qana qilyaptim, tarjima qilyaptim savoqdoshlar. Ahvol mushu demakchi madamchu. Ta mushu 1900-yilga yetib kelguncha ahvol shu demakchi. Wa min al-muallifina tabqa a'la min hadhihi at-tabaqa. Amda kitob yozuvchilarning ichidan ma tabaqadan bir daraja yuqori tabaqa bor. Wa in jama'a ashabuha qadran aqalla min al-ma'lumat. Gerçe ma tabaqaninki kishilari ashabuha ma'lumotlardan azroq miqdorda to'plagan bo'lsa, iboyatdan qanday ko'p to'playanmasa-mu, azroq to'plagan bo'lsa-mu, ammo alohidligi nima desa, farattabuha, bu ma'lumotlarni tartiblagan va sannafuha, turga ayirgan va shu ma'lumotlar ichidagi asli ma'lumot bilan taqlid qilingan ma'lumotni ayirgan. Yoki uni tushunmasanglar, shu ma'lumotlar ichidagi asli ma'lumot bilan boshqalarga taqlid qilib yozilgan ma'lumotlarni farqlantirib ayirgan va muxtalaf bilan muxtalafning o'tirini ittifoq kelgan ma'lumot bilan ixtilof qilingan ma'lumotlarning o'tirini qilgan ayirgan. Mashta bir tabiqo yani. Demak, bu yerda bir bulik, yani go'zal bir yozish uslubi o'rtaga chiqdi degandek bir narsa, bir gap davomlashyapti. Endi yozuvchilar ichidagi eng a'lo darajadagi kishilar darajatun a'la minal musannifin, yozuvchilar ichidagi eng a'lo darajadagi kishilar bo'lsa, ular mushu ma'lumotlarni, bu axborlarni va bu rivoyatlarni oladi va ularning biri bu ma'lumotlarni zehniga kirgizadi, degani o'zi o'zlashtirib, o'zi ugunudi. Xuddi paxta to'plari rax zavodiga kirgizilgandek. Kama tudkhal ibalat al-qutn ila masna'an nasij degani xuddi paxta to'plari rax zavodiga kirgizilgandek kallasiga butun ma'lumotlarni qachilaydi, ugunudi. Fatakhruju minha shuningdan qanday qiladi? Zavodninki belgisi va bir rax ishlab qanday qiladi, chiqaradi. Xuddi shunga o'xshash ulamoning ichidan ash bayatdan radsiz, radlanmagan ma'lumot jiqosimi, lekin tartibsiz degan ma'lumotlarni kallaga kirgizib qanday qilgan, chiqargan nimalar va ulamolar va shu G'azaliga o'xshash deydi. İmam G'azali demakchi. Savoqdoshlar eslangizda bo'lsin, G'azali 2. Birisi Şeyh G'azali deymiz. Endi birisi İmam G'azali deymiz. İmam G'azali burun qadam. İhya Ulumuddinning avtori, imom darajalik adam. Bu adamning hayotini bir maxsus dars qilib o'qish tegishli adam. Bu bir. Yana birisi Şeyh G'azali Misrda o'tgan oldingi asrda islohotchilarning 5ida kelgan ustozlarninki. Birisi her ishkilisi Allah subhanahu va taolo ilm ato qilgan, hidoyat ato qilgan, islohot ato qilgan kishilarning qatoridan. Gerçi ve in kana al-G'azali fil ihya, gerçi G'azali Ihyaul Ulumda, ihya degani kitobning ismi. Ihyaul Ulumda yaşagan, aşa alayha degan gap yaşagan fikr yo'li bilan yetib borgan so'piliqni qana qilayotgan bo'lsa-mu, yetib borgan o'zi borgan so'piliqni o'zi yaşagan fikr yo'li bilan aralashtirayotgan bo'lsa-mu, yana bir nuqta bor, diqqat qilinglar. Ve in kana al-G'azali fil ihya, gerçi G'azali Ihyaul Ulumda o'zi yetib borgan so'piliq degani
Gazali hesapta su tasavvuflarının piri hesapta. Öz devrideki. Aynı zamanda tasavvuf bolgandan başka ilmi kalamçılarınki en başında çıkan adam. Fikri yolda naiti azık bugün günde biz ilgar fikirlerini oturup koyganlı ve ziyali ucu bucu deyimiz go. Öz zamanızdaki fikrinin en çok seçiği adam. İki yol var bu adamda. Birisi tasavvufluk, birisi fikri. Yani kalamçılık dep koyumuz, ilmi kalamçılık dep koyumuz. Muş ahval bu adamda ba. Madem şunda oturdu ki gerçi Gazali İhya-ul Ulumuddin'da özü yetip bağan supuluk ne? Özü yaşagan, şunun üstünde yaşagan fikir yollan ağırlaştırıp etken bolsunmu? Yani xuddi birisi İmam Gazali'da iki gaylap kalgan. Bir İmam Gazali, iki İmam Gazali yok kalgan. Qanday iki İmam Gazali dese, bir Gazali ki alim Gazali, rivayetlerini tercih qilish, neslerini qanday qilishda tushunishda aqlni ishga soladigan. Ve bu del şunun da aqlni ishga solish İbn Haldun degandek mao mutakallim İmam Gazali. Yani ilmi kalamcı demekçi mayada. Bu İmam Gazali ve yeni bir İmam Gazali ma elişmanla İmam Gazali işke emas bir. Lekin bu adam hayatıda iki yolda yaşagan bolgaçka. Birisi tasavvufninki en yüksek noktasında yaşagan, yeni birisi ilmi kalamның en yüksek noktasında yaşagan bolgaçka. Meyada Tantavi dep atadı. Xuddi İmam Gazali işkidek. Birisi hazır sözlegendek ilmi kalamçı. الغزالي العالم الذي يحكم عقله في ترجيح الروايات وفهم النصوص وهذا هو عمل العقل فيها كما قال ابن خلدون ما هو بالغزالي İkinci Gazali vel Gazali Sufi Gazali bulup özü biladigan şer'i haqiqatlarni taşlap qalbining tuyg'usiga tayanadigan ve Sopularning ichidan üzge meşayih qilib olganlardan topshirib olgan, ügengen näsriga tayinadigan. Halbuki Gazali o sopulardan da bilimlikroq, ulug'roq turib, o'zining shayxlaridan olgan gapga tayinib oladigan ikki Gazali. İki Gazali var demekçi. Hamda vel acab, hayron qolarliq tarafi, kama qult yuqori deganimdek, qadimdan annal Gazali mushu gapni ihya'da şundaq bir əsrdə yazğan ki, fil qarn ellezî şundaq bir əsrdə yazğan ki, şu əsrdə bizga şərq G'arbdan musibetler aqaqını kelgan deydi. Demek çoğunu şu Gazali'nin devrinde mesela birisler İslam dünyası en felaket uçurgan devirler şu. Birisi ehli selip hücum qilgan devri. Ehli selip şunda ehli selipning hücumu ayaqlışı bilan Moğol hücumu kelgan. Hemen bilisizler belki anlavatkansızlar, küravatkansızlar. İslam dünyasını şu tüp yıldızın veyranlam kılıp etken iki çoğun musibet var tarihte. Birisi ehli selefninki İslam dünyasına kağı hücumu, yani birisi Moğollarının İslam dünyasına kağı hücumu. Mayada Tantavi Gazali'nin bu noktasırak ayıplagan. Gazali yaşagan devir Şark'tan, Garip'ten, Şark'tan degene şu Moğol'un demekçi. Garip'ten degene şu ehli selefin demekçi. Şark Garip'ten İslam dünyasına o kadar hücumlarını kılıp, o kadar musibet başımızda bazı bir devirde muş gapını qilib o'tgan demek, başka gap yok. Gap tugumette. Ve ca'ana al-udwan, al-qawiyan, al-hamajiyan. Bizga deydi o. Naiti vahşi hamajiyan degan gap. Vahşi, güçlük, ikki düşman kelgan deydi o. İkki düşman. Bu ikki düşman bizning dinimizni buzub, medeniyet erkanlarımızı yıkkan deydi. Maçta iki düşman kelgan. Birisi Moğollar, Şarqdaki Moğol. Tatar ve Moğol deb ikki gap var ya, qarindoshlar. Mush gapni sizlarga bir tushundirish beray. Mushu Moğollarga munosabatlik har qanday bir o'rinda Tatar gap qolsa, shu Moğolni ko'rsatadi. Bugungi nima emas, Moğol, bugungi Tatar emas. Elishtirib etmanglar. Shu vaqtdagi Moğolni ba'zilar Tatar deb ataydi, ba'zilar Moğol deb ataydi. İkkinisidan maqsad Moğol. Çünkü ma'al asaf Moğollarning shu vaqtdagi qo'shinida shu turklar biroz ko'pchu. Çünkü egallagandan keyin o'zi besib olgan egallagan yerdan askar oladi. Şu askarlar shuning buyrug'iga bo'ysunadi. Shu shaklda davom qilgan ishlar. Shunga ba'zi tarixshunoslar hatto Chingizxonning Moğollarning masalasida turklarni ayblaydi. Turklarni qo'shib oladi.
Ba'zi Tatar deydi, Tatar Moğolninki şu vaqtdagi ba'zi bir atılışı, şu tarix kitaplarda ba'zi yerda Moğol dese, ba'zi Tatar deydi. Elishtirib atmanglar, hammasi Moğol. Siz Tatarni Tatar debma, bugungi Tatarlarga apamanglar. Bu birisi, yana birisi Yevropadan kelgan ahli saliblar, xristianlar. O kunlarda yavm kanat Avrupa. O kunlarda Yevropaning ahli bo'riga o'xshash, o'rmonninki eng cho'nqur yerlaridagi bo'riga o'xshash yashaydi degini. Yevropada bugünkidek ne medeniyet ne taraqqiyot yo'q. Bir o'rmonga o'xshaydi. Shu vaqtda bizga hujum qilib, mana musibatli kelgan kim G'azali shu davrda shunda musibatlarning ichidami mushta gapini qilib o'ltagan deb ayblagandek bir gapimdi buchu. Va atasavvar ahyanan men ba'zida o'ylab qolaman deydi. Musulmonlarning ahvoli agar shu vaqtning o'zida İhya Ulumuddin'deki kelgan mazmunlarni tutib mangan bo'lsa nima ishlab ketadi? Chunki İhya Ulumuddin savoqdoshlar. Bayatni degandek tasavvuflikni asos qilgan bo'lg'achqa, tasavvuflikda ba'zi xato tushunilib qoladigan ba'zi masalalar bor. Masalan, zohidlik nuqtasida xato tushunilib qolgan ahvol bor. Zohidlik qandaqdir dunyoni butunlay tashlab, boshqalarga tashlab berib, sen hech nima bilan karing yo'q, yashaydigan gap emas. Ammo ishda tushunilib qoladi. Madem shunda bo'ladi, agar shu vaqtdagi musulmonlar Ihyoul Ulumuddinda kelgan mazmunni tutib mangan bo'lsa nima bo'lib ketadi? Masalan, degandek davatidi. Am bir gapni dey sanoqdoshlar, men darsimizning 5-da deb qo'ygan. Ma muqaddimani o'qimasak, tehi ba'zi mazmunlar va o'qisak, mashta temidan chetlaydigan ba'zi gap so'zlar bor. Bizning Ihyoul Ulumuddin bilan nima ishimiz bor? U vaqtdagi tasavvuflar bilan nima ishimiz bor? Ulumul Qur'on haqidagi gaplar munosabatlik taraf bo'lib qolsa, o'tsak bo'ldi asli. Nimalar bo'lmasin o'qib o'tili. Ya'ni Ihya Ulumuddinda kelgan mazmunlarni olgan bo'lsa, ularning ahvoli nima bo'lib ketadi? Ya'ni ashta qilib faqallalul akla. Agar ular oz yegan bo'lsa, Ihya Ulumuddinga o'xshash alaqa tasavvuflikda zohidlik deb tomoq yemaslik degandek naytib gaplar emasmi? Shu gapni davatib. Az yegan bo'lsa, hattoki ularga acizlik yetken bolsa, düşmanla indin hücum kelgen bolsa ve rubbama adda bihim ila sel, hatta belki bu ularni qattiq acizlik, kasallik bağan bolsa, şunda ama ve qasada kullun her adam qarangu bir tarafga berib, qasada degan gap aşaga berib kilib degan ma'noda. Shu qarangu yerda rukna degan gap bir bulung degan gap, qarangu bulungda hamul degan gap bizning Uyg'ur tilidagi xamush degan gap, ya'ni da bir narsaning nim bo'lganligini farq etmaydigan, atrofida nurg'un ishlar bo'layotgan bo'lsa, osmonning ostida yetib mantiydiganiga boshqa o'xshagan bir gap. Ya'ni xamush yashagan bo'lsa, nima ishlab ketadi? Men kan ujahidu fi sabilillah. Alloh yo'lida kim jihad qiladi? Bu dushmanni Allohning dinidan kim qaytaradi deb Ihyoul Ulumuddinninki asar yozilish uslubini deb ketib o'tib, men boshqa mazmunga chatnab ketdik. Gapni boshdan boshlab olaylik. وَلَقَدْ كَانَ فِي عَصْرِ الشَّيْخ طاهر, yani kitap yazılış devrinde, kitap yazılış uslupları da gitvatqa emasmi? Şeyh Tahir'ninki devrinde şuna bir kişiler ötken ki وَلَقَدْ كَانَ فِي عَصْرِ الشَّيْخ طاهر. Şeyh Tahir'nin devrinde şunda bir kişiler ötken ki eseri yazışta G'azalininki terpiga ötken deydi. G'azaliga o'xshash qana qilgan, yozgan. Gerçi onunla yıkılışıp o'xshashmagan bo'lsa-mu ve in lem yucaru ve lem yudani degan gap uni bilan o'xshashmag'ib yiqilishanmagan bo'lsa-mu, lekin shu shekil yozganlar va u bo'lsa-mu, u olim bo'lsa-mu, kim u desa, shunda bir olimki la yuntabahu ilayhi, boshqalar unga bak diqqat qilib ketmaydi. Ve ya'rifu fadlahu illa al-qalil, uning fazli marhamatini, fazilatini nayt ozgina kishi biladi. Buning ikki kitobi bo'lib, kimki bu ikki kitobni o'qisa, bu ikki kitobning avtori haqida men degan gapning rostligini qana qilib bilalaydi. O ikki kitob bo'lsa, buningki Umdatut Tahqiq degan bir kitobi, yana bir kitob bo'lsa, bu yepak kiyishning hukmi haqida yozgan kitob. U bo'lsa-mu, kim u shu men maqtayotgan odam desa, bizning shayximiz Shayx Said Albani. Şeyh Saidni Ustoz Muhammad Kurt Ali. Ustoz Muhammad Kurt Ali degani Suriyadagi o'z vaqtidagi danglik ulamolardan birisi. Epkelgan, ya'ni Adabul Ulya maktabi ochilgan vaqtda mush ustoz epkelgan.
Keyincha bu Adabul Ulya maktabi du'iyat min ba'du keyincha Kulliyatul Adab, Adab fakultetini, Edebiyat fakültesi deb ataldı 1930-yillarda. Ca'ana bihi ba'dama zahaba shababuhu. Endi bu yuqorqi Şeyh Saidni bizga shu yoshliqqa ketib, himmati ojizlab qolgandan keyin olib kelibdi. Demak, bizning qishimiz kelgan vaqtda ustoz Muhammad Kurt Ali uni olib kelgan vaqtida bu odam qirib qolibdi ekan demakchi. Lam yajid tullabu fihi ma kanu yantazirunahu minhu. O'quvchilar uningdan kutgan narsasini topolmadi. Ya'ni sal yashinib qolibdi demakchi. Balkim sizlar hayron qilishingiz mumkin agar men sizlarga bundoq desam. Ya'ni innahu kana ma'ana biz bilan o'quvchilarning orasida bizning ustozlarimiz darajalik odamlar. Bu tabiiy ahvol. Masalan, nurg'un maktablarda, nurg'un madrasalarda ustoz darajali kishilar bilan o'quvchi darajali kishilar birga o'qiydigan ahvollar bor. Bu normal ahvol. Va men hum fi sinni misla abaina. Yoshda bizning dadlarimizga o'xshash kishilar bor bizning maktabda. Masalan, Sheyx Zeydin Abidin Tunisi danliq odam. Demak, shu vaqtda birga o'qibdi ekan degan gap. Ustoz Abdulg'ani Bojqini bu danliq odam. Bular ilm elish uchun emas, ularning xizmatlarida ularga foydali bo'ladigan diplom olish uchun qanday qilgan kelgan o maktabga deydi. Chunki shunday bir davr bo'ladi-ki, ilmning qadri yo'q. Haqiqiy ilm bir yoqda qilib, diplom asos bo'lib qoladigan bir davr bo'lib qoladi bugungiga o'xshashchi. Shunday vaqtlarda shunga o'xshash haqiqiy katta ulamolar o'zining xizmatini qila olish uchun, ayni diplom qilish uchun ba'zi maktablarga kirib o'qib qoladi. Shundan gapi shu. Sheyx Said to'y qilmagan, balımı kaldırmagan, velem yahluf veleden degeni balımı kaldırmagan. Ama velakin lahu ibnu ahin, onun bir kırınışının oğlu bulup, her kandak alim, onun tağısı buluş şerifliği irişini arzu kılıdı. O olsun mu? Hakiki el-amilü salih, yaxşı işlerini kılgıcı, alim, ustaz Abdurrahman Bani. Gep başka uzap gitti. Biz nima haqida ketayotdik saboqdoshlar? Eslangizda bormi? Ulumul Qur'on haqida ketayotdik. Davada abtur yana mushu tantavi. Ondan keyin demak yuqorqi kitoblar yozilgan Ulumul Qur'on sohasida mushtamishda adamlayotdi deb kelib, thumma kathurat al-musannafat fi ulumul Qur'on. Ondan keyin Ulumul Qur'on haqida yozilgan asarlar ko'paydi. Kitoblar avdi. Men bir nokta eslangizdan qochurmanglar. Tantavi gapining beshida shuna dediki, bizning davrimizda kitobning tayinimi yo'qdi deydi. Yozilgan kitobning tayinimi yo'qdi. Bir kichik risolalar vardı deb kelib faqat Suyutining osh kitib vardı, u kitob andaqdi, mundaqdi. Bu o'lim oldi, bundan o'lim oldi deb kelib, shundan keyingi davrda Ulumul Qur'on haqida yozilgan asarlar ko'paydi. Fakana min ajma'iha, shu kitoblarningki eng kengroqining qatoridan Ecma' degan gap mazmunlarni ko'p o'z ichiga olgan gap emasmi? Eng kengroqining qatoridan Misrda bir mezgil hamroh bo'lgan bir olimning kitobi. U o'simi Sheyx Abdulazim Az-Zurqani. Eslangizda bo'lsin yana. Alohida eskartib qo'yay. Zurqaniyning kitobi Manahil Irfan bu Ulumul Qur'on sohasida sizlar ayrilmaydigan bir kitobning birisi. Cho'qim eson tutib olinglar. Abdulazim Az-Zurqani Manahil Irfan fi ulumul Qur'on. Bu nəhayət uluq kitab. Bu kitabın bu adamlar emas, mən bu qana qılıman maqtayman. Yəni bizning xususan mən özüm ulumul Qur'on sahasida, tafsir sahasida bəkcik faydalanma bu kitablardan çox. Bu nəhayət uluq kitab, velakinnehu la yaxlu min istidrat və tatwil. Amma bu kitabni yana gapni kengaytib uzatib o'tishdan xoli emas deydi. Istidrat degan gap gapni sirtliga chiqarib o'tish. Bu sahanın sırtlığı çıkartış degan ma'noda. Ve rubbama ixtara fil umur xilafiye. Belkim bazı vaqtlarda ixtilafi meselelerde merjuh gapni, merjuh degan gap aciz degan gapchimi? Aciz gapni tanlab, kuchli gapni tashlab qo'ydigan yerlar bor bazı vaqtda. Rubbama bazı vaqtlarda. Ve in kana hadhihi al-hannat al-haynat, gerçi bu addi ayıplar, hannat al-haynat degani addi ayıplar kitapning qadrini, martabasini elib etmasimi va uning abturini o'z darajasidan tushirib etmasimi? Nima tamashda ishlar bor demakchi. Anlab qo'yma demakchi. Lekin kitob bek go'zal gap.
Men bir gapni da'vatdam, nayet muhim gap, madem onda yema gibi. Vallazi yektubu fil edeb. Edebiyat hakkında kitap yazgan adam. Nima uchun endi bundaylik kitap, diniy mazmundagi kitaplarda bunda bir yangilik yo'q degan bir mazmun o'tirib keldi kallamizga. A kitap anda, ma kitap bunda deb dedik ya ba'zi gaplarni. Madem da'vatdi, edebiyatda yazgan kishi, ya'ni bir adam edebiyat sohasi yazmoqchi bo'lsa, tema tanlashda erkin bo'ladi. Chunki yomon ko'p temasi. Xohlagancha yozg'iladi va o'rtaga qo'yish uslubidimi erkin bo'ladi. Xohlagancha desa bo'ladi. Yaqulu ma yasha, xohlaganni deydi. Yamshi min haythu yasha, xohlagan yerdan mang'az. Chunki edebiyotning sınırı yo'q, chegarasi yo'q. Adibninki hissiyoti, adibni nega so'rab opira olsa, shu shaklda yozsa bo'ladi. Hech kim uni ana-anda yozibsa, ma'ni bunda ayiblamaydi. Ma u adibiyotning gapi. Şoňaşqa onunda temalar köp, her xil uslub çıkıdı. Amma dini temada yazgan adam, dini temaning chegarasi var, bir cheklimasi var. Fa innahu la yastati'u an yakhruja fima yaktub an jaddatil marsuma. Yani o yazgan mazmunlarida sizilgan bir yo'ldan teshiga chiqolmaydi. Çünkü onun bir chegarasi var. Ve temada yangilik paydo qilama, çünkü o din. Dinde yangilik paydo qilish egiziga qaytirib beriladi. Diniy temalar ashtatimam delik. Yangi gap bo'lmaydi, chunki dinda hammas bayon qilinib bo'lgan bo'lg'achqa, yo'q gapdan birini paydo qilsak, bid'at sifatida qaytirib beramiz ham buni. Unda bo'lsa nima qilib qoladi? Falam yabqa min majal amama muallifi hadhihi al-kutub. Bu diniy kitoblarningki yozuvchilarining oldida hech qanday bir soha qolmaydi, illaki shu tushunchaning go'zalligi ve ortaga qo'yishning go'zalligidagi farq qolib qoladi. Boshqa narsa emas. Gap o'xshash. Ammo masalani go'zal tushunib, boshqalarga go'zal o'rtaga qo'ya olsa, shu birinchi endi. Qolgan alohidlik yo'q diniy kitoblarningki. Chunki o'xshash. Yangi bo'lmaydi juma. Bir adam fiqh kitob yozadi, bani yozadi. Sirat yozadi, bani yozadi. Tafsir yozadi, shu oyat tushunchasining sirtiga chiqolmaydi. Unda bo'lsa alohidligi nerede? Şu üzeyi en güzel düşünüp başkalarına en güzel düşündürelese şu en mucisi. وَلَيْسَ ذَٰلِكَ سَهْلًا. Bu asanma mesemdi. وَمَا كُلُّ مَنْ فَهِمَ مَسْأَلَةً سَتَعَ أَن يُفْهِمَهَا. Bir meseleni düşüngen adamın hemmesi onu düşündüreleydi, onda emez. Ondan şu yok. Nurgu adam bak düşünüdü, düşündüremeydi. Tebsitul ilim, bir penni addiylaştırıp başkalarına düşündüreliş, tebsit degenge başkalarına nispeten ma'lum bir penni, ma'lum bir bilimni qattiq addiy holatga tushirib düşündüreliş degenge. Tebsitul ilim, bir bilimni qana qilish, addiylashtirib tushundirish, shundoq bir alohidlikki, Allah subhanahu va taala bu alohidlikka ulamolardan az bir qismini xos qilgan. Men ashta alohidlikni ato qilgan kishilardan bizning davrimizda, bizning do'stimiz, balki shayximiz ustoz Abdulvahab Xallabni tanimadi. Endi mishakaga vaqtim men bir og'iz gapni qilay savoqdoshlar. Abdulvahab Xallab şu 40-50 yılları, 30 yılları yaşayan ulamalarning ichidagi madem digini to'g'ri, bular usulul fiqhni en tuanchakka tushirib tushuntirgan. Yani bu noktada nima uchun men bunda deyman desanglar, çünkü usulul fiqh fanlarning ichidagi eng murakkab kitob. Usulul fiqh fanlarning ichidagi eng murakkab kitob. Biz o kadar bir murakkab o'qigan ki, men oldin soatlik darsda ya biz usul shashi o'qigan, Nurul Anvar o'qigan, tavzih o'qigan deb. Ba'zi gaplarni desam, ustozlarimizga aqil qolmasin, ammo sizlarga tushuntirish uchun da'vatim, usulul fiqhdan ba'zi darslarni o'qiymiz, biz emas ustozlarimizni tushunmaydi endi. Bu darajada deydi. Usulul fiqh o kadar murakkab, chunki usulul fiqhga o kadar ilmi kalamchilik arilib ketganki, hatta so'zlab o'tgan odamni o'zini nakit bag'aligini o'qimaydigan bir holat bor. Men shu usul shashiylarni, Nurul Anvarlarni, tavzihlarni o'qib, amda kitob favqulodda ulug' kitoblar o'qishga, muhim kitoblar o'qishga, shuning ulug'ligi, muhimligi bizni o'ziga tortib turib o'qiydiq-yu, ammo
Rost gapni qilsam, shu kitoblarni o'qigan vaqtda usul fiqhni tushunmaydim. Keyin qo'lamga shu Abdulloh Xallobninki hozir tilga olgan kishininki ilm usul fiqhida bir kitob bor. Men hozir qadar bu kitobni tashlamoqlab, hozir qadar o'quvchilarga usul fiqhni dastlab o'rgatish to'g'ri kelib qolsa, shuni o'rgataman. Usul fiqhni o'zining xarakteridan yiroqlashtirmoqlar. Bir qism kitoblar oddiylashtirdik deb, asli xarakteridan yiroqlashtirmoqlar. Ammo eng to'nchakka tushugizib o'qigan odam tushunadigan holatga ekillik. Mushadamning shu Abdulloh Xallob. Shuni tavsiyalarim agar sizlar fiqh, usul fiqh o'qimoqchi bo'lsanglar, mushadamningki kitobini, ilm usul fiqhini tunji qatorda o'qishni tavsiya qilaman. Ba'zi qarindoshlarimiz al-vajiz fi usul fiqh deb Ahmad Zuhaylininki Zeydanning kitoblari var. Ani o'qiydi. Men u kitoblardanmi, uning ilmi ustozlari, uning yozuvchilari go'zal ustozlar. Hammasiga ehtirom bildiramiz. Ammo u kitoblardanmi, shu Sheyx Abduvahhobninki Ilm usul fiqh degan kitobini o'qishni tavsiya qilaman. Hatto bu odam bu kitobni yozib bo'lib qazo qilib ketgandan keyin bu kitobni bu odamning savoq dishi Muhammad Abu Zuhra nashr qilgan. Muhammad Abu Zuhra o'zimi katta olim. Ne o'ylanglar? Molla yeni o'zining kitobini emas, boshqaning kitobini nashr qilgan ahvol nada bor? Chunki Muhammad Abu Zuhra o'zimi bir molla olim adam. Uning musahada kitoblari bor. Nima uchun o'zining savoq dishining kitobini nashr qildi desa, shu qoidatda. Muhammad Abu Zuhra shu Sheyx Abdulloh Xallobning kitobi qoyilog'achqa bu kitobni shu odam nashr qilgan. Shuna sizlarga bundan tavsiya qilaman. Bu kishi deydi: "Avvalu man abbada lit-talaba tariqatul usul ila ilmil usul." Bu kishi o'quvchilarga tunjulub ilmi usulga yetishni oddiylashtirgan kishi. Abbada degan gap qul qilyapti degan gap asli lug'at ma'noda. Ya'ni bu qadar osonlashtirib tushunitga yega keldi demakchi. Va sahhalahu va bu ilm usulni qana qildi, osonlashtirdi. Va vaddahahu va buni izohladi. Mushuk kishi shu demakchi. Bunu Allah subhanahu va taala işte meseleni tushundirish Allohlik bergan ulamoning qatoridan birisi. Va endi shunday ulamoning qatoridan bizning do'stimiz, balki ustozimiz Sheyx Shaltut. Bu shu Azharninki burunqi Sheyxul Azharda ismi va dangliq kishilar. Buning mo'liqi kitoblari jiq bu odamning. Ikkidan bu birisi Ahmad Shaltut, birisi Mahmud Shaltut, akufka bir tuqqan. Va iza ra'ayta mualliman, amdi madam bizga o'g'itib qo'yadi ba'zi masalalar. Sen bir ustozdan birini ko'rdim, muallimdan birini ko'rdim. Bir masalani o'rgatdi, yulqi masala degan gap o'rgatdi. Men oldingi soatimda dedim, alqa yulqi boshqalarga bir narsa o'rgatganini ko'rsatdi. Bir masalani o'rgatdi. O'quvchilari o masalani tushunmaydi, izohlab berishni talab qiladi. Bu odam izohlashga tirishidi, fa yuhavilu tawdih, tavsih emas, tawdih. Ammo ilgari degan gapidan ortiq gap qila olmaydi. Masalan, bir masalani tushunadi bir ustoz, o'quvchidan birisi "Men tushunmadim ya" desa, shu paytdan gapining aynısını deydi, ortiq yaqalanmaydi. Bilginki, bunda ustoz masalani yodlagan ustoz, ammo masalani tushunmagan ustoz. Yoki yangi atalg'udan desak, o masalani hazm qilinmagan ustoz deydi bu odam. Kishi va man fahimal mas'ala, kishi masalani haqiqiy ravishda qana qila olsa, tushuna olsa, u masalani kishilarga hammasiga tushundiralaydi. Kimki masalani haqiqiy ravishda tushunsa, u masalani kishilarning hammasiga tushundiralaydi. Chunki u masala u odamning mulkiga aylangan bo'lib, tasiru mulkan lahu, mulkiga aylangan bo'lib, u kishi o mulkida, yoki u masalada xuddi egisi o'zining mulkida tasarruf qilgandek tasarruf qiladi. Mening bir mulkim bor, pulim bor, ya mashinam bor, ya o ya bu qo'limda hech kimni bir narsa demaydi uni ishlatishda. Xohlagan ishiltima. Bir odam bir masalani tushungan bo'lsa, bu masala bu odamning o'lidi. Xohlagancha tasarruf qilib boshqalarga tushuntiradi demakchi. Masalan, tilning ichidagi so'zlar va uning oldida bo'ladi. Bu so'zlardan, alfozlardan o'z irodasi bo'yicha xohlaganini tanlay oladi. Bu odam so'zni so'zga, iboratga almashtiraveradi. Fala yazalu yubaddil degan almashtiraveradi so'zni so'zga, iboratni. Hattoki
o'quvchilarning tushunchasiga masalani shuning bilan yetkazadigan iboradan topganga qadar. Haqiqiy Alloh alohidlik bergan ustozlar ta oldidagi o'quvchi masalani to'liq tushunganga qadar to'xtamaydi demoqchi. Xuddi kim sotgan odamga o'xshaydi bu. Sizga sizning o'lchab baqishingiz uchun bir kiyimni akiladi. Ya'tika bis-sawb li taqisahu. O'lchab baqishingiz uchun bir kiyimni akiladi. Siz uni sal kengri his qilsangiz, ja'aka bi adyaq minhu, sizga undan taroqni olib keladi. Va idza kana tawilan, uzun bo'lib qolsa sizga qisqaroqni akiladi. Hattoki sizga mos keladigan yulaimuka, sizga mos keladigan va yasluh laka, sizga to'g'ri keladigan kiyimni siz topqanga qadar. Haqiqiy ustoz menda bo'ladi demoqchi. Va min al-amsila ala hada at-tarraz min al-mudarrisin. Ustozlarning ichidan mushu uslubdagi taroz degan uslubdagi misollarning birisi Shayx Sha'raviy tafsir haqidagi so'zlarida va Qur'onning mo'jizaligi haqidagi nimalarida so'zlarida. Endi men sizlarga bu Shayx Sha'raviyninki ba'zi kitoblarini, tafsirlarini tavsiya qilaman savoqdoshlar. Bular malaka Qur'onni lug'aviy nuqtadan Qur'onning ifodalari nuqtasini ifodalashda haqiqatan da men ko'rgan tafsirlar ichida, men ko'rgan mufassirlar ichida Alloh birvatga odamlarningki birisi bu Shayx Sha'raviychi. Wa mimman utu hadhihi al-qudra ala at-tawdih wa ala hal al-mu'aqqadat. Mashta izohlash qilgan iqtidor, mush iqtidor, qudrat birilgan kishilarning ichidan va murakkab masalalarni shishishga bo'lgan iqtidor birilgan kishilarning qatoridan va mimman utu hadhihi al-qudra, mushu qudrat birilgan kishilarning qatoridan, ya'ni izohlashga ala halil muaqqadat, murakkab mazmunlarni, chigik mazmunlarni hal qilishga mushu qudrat birilgan kishilarning qatoridan, hattoki anglagan shu masalalarni, shu murakkab masalalarni anglagan kishi hayron qolgudek darajada qanday shishgandi, kayfa inhallat aqduha degan gap, bu murakkab masalaninki chigilib qolgan murakkabligi qanday shishilgandi deb hayron qolgudek darajada kishilarning qatoridan birisi va ya'ni shularning qatoridan matematika, ilm-fan sohasida, ulum degan fizikani ko'rasiz-ku ko'pincha vaqtda. Bir odam bor, rajulun. Agar iza men bu odamni madhiyalashda haqiqatni so'zlasam, bu odamni haqiqiy madhiylasam, uttuhimtu, ayblanishim mumkin. Va o'zini maqtagan kishiga o'xshash bo'lib qolishi mumkin. Sirtu degan gap sizlar balkim huquqliq kana ma'nosida bo'lib qolishi mumkin. Bu shunday bir odamki, rajulun shunday odamki, universitetda matematikani 40 yildan buyon o'rgatyapti va yuhmaluna ilayhi as'ab al-masail fi ar-riyadiyat. Matematikadagi eng qiyin masalalar buningga ko'tarib beriladi. Balki tabiiy fanlardagi eng qiyin masalalar buningga ko'tarib beriladi. Qaytadi. Halbuki o fanlarning qiyin masalalarning qiyinchiligi osonlashib, tushunchasi umumlashib, mashta qaytadi. Yani indahu bu adamning qishida bu sohada fi zalika taqa nadira, nadir energiya va amma walakin la yadri biha illa qalil. Bu energiyani nayt az adam biladi. Chunki o adam shuhrat soyasida mangmaydi, balki qarang'u koridorlarni, mamarrat degan gap, yo'l, koridor degan gap, qarang'u koridorlarni tanlaydi, ta yo'llarni, uylarni tanlay, harat dayiqa degan gap, ta yo'llar degan gap hisobda. U bo'lsa-mu mening qarindishim doktor Abdulg'ani Tantaviy o'ziningki bir tuqqaning gibini qilyotdi. Bu kishi Saudiya Arabistonga to'xtamlashib kelgan deydi. Mamlakat degan gap arabchada, arab davlatlarining ichida mamlakat degan so'z kelib qolsa, Saudiyani ko'rsatdi. Yevropa davlatlarining ichida mamlakat kelib qolsa, Angliyani ko'rsatdi. Mana bilib oling savoqdoshlar. Ja'al mamlaka, bu odam Saudiya Arabistonga shu odam bilan to'xtamlashib mutaaqqidan keldi. Ya'ni damilishga chiqqandan keyin ba'da uhila ala taqawud degan gap, damilishga chiqarilganning uhil ahala bir odamni yo'tkigan, apagan, avatgan ma'nosida
Ve uhile ile taqavud dese demilişke çıkarılgandan keyin yani maaşka demekçi. Mekke Üniversitesi'de dersi gütüp 4 yıl etrafında geldi. Amma velakinnahum lem ya'khudhu minhu bula aşılan demekçi. Bu kişiden, benim bir tukunumdan demekçi, kardeşimden. Fakat onundaki ma'ahu ilimden, mimma ma'ahu min ilmin, onundaki ilimden %10 alalı da aran. Ya umu üzünün ilmini oturuğa koymadı. La huve ya'ridi ilmahu deyin gep. Ya o üzünün ilmini oturuğa koymadı. Ya ki ula onu bilip onundan soğumadı. Maşta olap çık bilimini alanmay kaytıp geldi demekçi. Ve qaribun minhu hem de muşnun sel yakın keladigan. Mesela meselelerini izahlaş, düşündürüşke ki iktidarda yakın keladigan Doktor Muhammed Havari. Yani muşu toplarının içinden, muşta güzel düşündüreleydiganlarının içinden ustazlardan muşu kitapның Abdurvaki, men onun hazır mukaddime yazıvatım deydi. Yani yukarı bir neçe katta ölümanı sözlep geldi ya. Hemmesi maksat nima dese, muşu kitapның Abduri Muhammed Sabbag'im şuşlarının qatarıdın. Aşta meseleni düşündüreleydigan alimlarının qatarıdın dep şunu izahlaş üçün bizge nurgun ulemani tunuşturdu. Gerçekten bazı noktalarda gap temidan chiqib ketgandek tuyulsimi, amma muşu bahanede nurgun ulemanın alohidliklarini tunib oldik. Nurgun ulemanın alohidliklerini, yani mesela biz burun bilmeydigan bazı ulemanın ismini qanaq oldik, bilib oldik. Gap bir şey geldi savaştaşlar tehe tügümedi. Yani muqaddim tügeşke 4-5 bet ba. Bugün tügümeydi qandaq qılады. Vaqtma bir yegi badi. Bugünçe müşahede tutturli. Ya uqamdıq ya. Men şu tutturli saat 6 olup qalaydı da aramızda bazı savaştaşlarımızın saat 6 dersi var. Allah razı olsun. Ramazan demey üzlüksüz üzünün derslerini davamlaştırıb atqanlarga Allah rahmet kılsın. Allah'ım onunki bugünesini ve bu eyni berketli kılsın. Ve ahru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Eğer soyduğun sualına olup kalsa sorsanlar, bir neçe minut bah.